Halima Ibragimovaning jasadini sotishdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina 7-dekabr kuni komik aktrisa Halima Ibragimova bu hayotdan ko'z yumdi. Shundan so'ng juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Ya'ni uning turmush o'rtog'i boshqa ayolga uylandi yoki bo'lmasam uyidan haydab yuborib, opa-singillari barcha boyliklariga, mashina, uy-joy, tillalarga egalik qildi degan mish-mishlar juda ham ko'p tarqaldi. Bularga oydinlik kiritish maqsadida Halima Ibragimova oila a'zolari, turmush o'rtog'i, farzandlari va opa-singillari shunday intervyu berishdi. O'sha kuni Halima hech kim kutmagan holda vafot etdi. Biz buni kutmagan edik. Bizga shifokorlar aytishmadi albatta. Chunki barchasi yaxshi bo'lib ketadi deya bizni ishontirishdi. Lekin Halima vafot etdi. Biz nima qilishni bilmadik. Soat 3-4lar atrofida Halima jon bergan bo'lsa, 1 soatga qolmasdan tumonat odam yig'ildi. Klinikaga barcha hujjatlarni topshirdik. Halimani olib ketmoqchi edik, ya'ni asrda yoki shomda mayitni qabrga qo'yishimiz kerak edi. Ishonasizmi yo'qmi, hatto o'sha Halimani jasadini ham klinika bizga pulga sotishdi. Mana shuncha pul bersang bervoramiz, bo'lmasa ertasi kuni soat 2da keyin beramiz murdani deb aytishdi. Nima qilishni bilmadik. Xudo borki, biz Xudoni tan olib aytamizki, Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i bizning yonimizda edi. Barchasiga yordam berdi. Qancha pul so'ragan bo'lsa, biz hammasini berib, klinikadan Halimaning jasadini olib chiqib, barcha urf-odatlarni qilib qabrga qo'ydik. Va shu bilan birgalikda Halima Ibragimovaning opa-singillari shunday deydi: Bizning barcha narsaga haqqimiz bor, chunki u jigarimiz edi. Hatto bir nima ko'rsak uyida olib yeyishga yoki bo'lmasam ko'ylagi bormi kiyishga, barcha narsasiga bizning haqqimiz bor ey odamlar. Biz olamizmi yoki yo'qmi, bu bizning ishimiz. O'zingiz o'ylang, Halima shuncha moli dunyo yig'di, lekin biz unga bitta paypoq ham kiygizib jo'natib yubora olmadik, qabrga qo'ya olmadik. Shunday ekan, biz Halimaning narsalarini oldi deya mish-mish qilishdan Xudodan qo'rqing. Ularning farzandlari bor. Barchasi farzandlarining nomida. Turmush o'rtog'i ham uylandi deb mish-mishlarga shunday deymizki, turmush o'rtog'i hali uylangani yo'q. Agar uylanaman degan taqdirda ham biz bunga norozi bo'la olmaymiz. Chunki Halima bu dunyoni tark etdi, lekin turmush o'rtog'i hali tirik. U yashashga haqli deydi Halima Ibragimovaning opa-singillari. Halima Ibragimova bilan o'tgan xotiralarni, undan keyingi va oldingilarini opa-singillari eslab ko'z yosh to'kishdi. Jigarlarini qanchalik sog'inganlarini aytishdi. Va butun O'zbekiston ahlidan shuni iltimos qilamizki, Halima Ibragimova uchun Qur'on tilovat qiling. Qilgan yaxshiliklari uchun doimo yaxshi inson sifatida eslang deya ta'kidlashdi opa-singillar. Shu bilan birgalikda Halima Ibragimovaning qizi Gulnoza ham ko'z yosh bilan onasini esladi, yodga oldi va shuni aytdiki, barchangizdan shuni iltimos qilamanki, onam uchun duo qiling. Boshqa narsa deya olmayman deya yig'idan o'zini zo'rg'a tiydi. Halima Ibragimova yodi uchun bu videoni barchaga tarqatib, videosida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.